Yaqında Zarya Vostoka mahalləsinin Amangildi ko'chasining turg'unlari hamkorlikda birlashib, yil 5 No'ruz bayramini alohida nishonlab o'tdi. Xalqimizning nag'ma navosi, dasturxonga yeyilgan turlik milliy taomlar, bolalarning kulkiga to'lgan ovozlari, buning hammasi go'zal bahor faslining kirib kelishidandir. Butkul musulmonlarni hammalarni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Bu bizning birinchi navbat shu Amangildi ko'chasi o'mlik bo'layli, hamma yoshlarni, cho'nglarga bir bayram qilib beraylik deb Navro'z yasab o'tirmiz. Boshqa mahallamma, boshqa ko'chalarma bizga qarab, o'sha birlik bo'lsin, hammasi bayramlarga qarab bo'lsin deb uyushtiryapmiz. Bizning Qozog'istonimiz har qachon gulni bo'lsin, oslimiz ochiq bo'lsin. Hech qachon bizning Qozog'istonimizda urushlar bo'lmasin. Hammalarni o'sha Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Bu bayramga Alatau nahiyasining yigit boshlari ham xonim-qizlar kengashlarining a'zolari, mahallaning hurmatli ziyolilari, turg'unlar bilan ko'pligan mehmonlar qatnashdi. O'tkazilgan No'ruz bayramida milliy taomlarimiz qo'yilgan dasturxondan kelgan barliq mehmonlar dam tatib, uning davomi konsertlik programma bilan davomlashdi. Shundaqla uyushtirilgan chora-tadbirda yoshlarga sog'lom salomatlik hayotini targ'ib qilish maqsadida yosh sportchilar orasida sport o'yinlari o'tkazilib, g'olib atanganlar yuqori darajalik mukofotlar bilan taqdirlandi. Mana bugün Amangildi ko'chasida Navro'z bayrami bo'yatdi. Navro'z bayramini uyushtirgan bizning yosh bolalarimiz, yosh ayollarimiz hammasi birlashib, shu Navro'z bayramini o'tkazaylik deb Amangildi ko'chining odamlari hammasi yig'ilib, butun hammamiz o'tkazgan niyatimiz. Hammalarning Navro'z bayramlarini qutlug' bo'lsin. Navro'z bayrami, bahor bayrami, o'zimizning bahor bayrami, bahor kelib qoldi degan so'z. Endi hammalarning tininglarga salomatlik tilayman, o'z semiyalaringlarga xotirjamlik tilayman. Har joyda bo'lsak omon bo'laylik. Har doim boshqa Navro'z bayramlarda uchrashib, birga yurishga Xudoyim nasib qilsin. Umuman aytganda, Zarya Vostok mahallasining aktivistlari uyushtirgan No'ruz bayrami alamat ta'sirotlar ilkida o'tkazilib, kelgan barliq mehmonlar bayramlik kayfiyatga bo'landi. Ruslan Duganov, Baxtiyor Iminov, Tangritog kanali.